Assalomu alaykum barchaga akalar. Men Buxoro shahridaman. Buxorodan Vohaga yurganda 10-15 kilometr oralig'ida 10 tarafda juda katta parni ochilibdi. Ko'rib turibsizlar, banan yetishtirish bo'yicha, ya'ni o'sha tropik mevalar yetishtirish bo'yicha shunaqa juda katta joy ochilibdi. Ya'ni 5 gektardan iborat. Bemalol oilaviy kelishlaring mumkin. Gazini bos YouTube kanaliga to'liq video qildik. Kimlardir qiziqsa, mana mevani kim biladi, mana tropik meva juda ham foydali meva. Mana sariq bo'lib tushar ekan va kasalliklarga davo ekan. To'liq videosi Gazini bos YouTube kanalida qanaqa kasalliklarga deganlar uchun bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Vashe zo'r bomba bo'libdi. Suvlar qaylar, sharchalalari qaranglar. Vashe atmosfera bomba bor-ku. Kelib bolalar bilan o'ynab ketganingiz yetmaydi. O baliqlarni aytmaysizlarmi? Baliqlar mana.